Nima uchun bitta uyga ikkita kotel o'rnatib berganmiz? Hurmatli obunachilar, bakli ko'mir kotelimiz gaz yo'q paytda yoqish, uyda isitish uchun mo'ljallangan. Bu 200 kvadratga mo'ljallangan kotelimiz. Bu o'sha 100% aqlli, o'zini o'zi boshqaraveradigan kotel. Buni ichida stabilizator ham bor, tokni bir maromda ushlab berib turadi. Kunlik, ya'ni sutkalik rasxodi 40 kilo atrofida bo'ladi. Endi mana gazda ishlaydigan o'sha germanskiy Vayland kotelni o'rnatib berganmiz. 280 kvadratga mo'ljallangani. Bunisi o'sha oylik 600 ming 700 ming gazni rasxod qiladi. Biz bugun navbatdagi obyektni yakunladik. Jami 12 ta radiator o'rnagan obyektimiz. Bu P shaklda solingan uy. Uyda bitgan tarafida 6 ta radiator, mana yangi qurilayotgan tarafiga ham 6 ta radiator plus tepli pollargacha qilib berganmiz. Mana koridorga qilib bergan montajimiz. Mana mehmonxonaniki. O'sha skriti montajlar qilib, sifatli materiallarda qilib berilgan. Bu yoqda yakunlanmaganligi sabab hali remont ishlari yakunlanmaganiga radiatorlar to'xtab turibdi. Ertaga shu yoqda qilib olib chaqiramiz deyishdi. O'shanda radiatorlarni o'rnatib beramiz. Bu yerda sanuzel xonamiz uchun qilingan tepli pollarimiz. Hozir 20 kvadrat plus minus atrofida tepli pol qilib bergan joyimiz bor. Mana montaji tayyor, stejkasini quyib qo'yilsa bo'ldi. Bu sanuzelimizda tepli poliga qilingan montajlari. Santexnika xizmatlari bo'yicha bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xolasa biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatib bera olamiz.